Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy hukumatining atalmış namratlıqdan qutuldirib baxtiyor turmushga ega qilish nomida Sharq Turkistonning har qaysi yezi qishloqlaridagi Uyg'ur mahallalarini buzib, aholilarni boshqa joylarga markazlashtirib o'ltiraqlashtirishi o'tgan bir necha yildan buyon izchil davom qilib kelmoqda. Yaqında Xitoy hukumatining bu qurilishni butkul Sharq Turkistonga umumlashtiradiganligi hamda uningda qanday maqsadlarning borligi bir qism rasmiy xabarlarda oshkor tilga ilinmoqda. Atalmış Şinjan gezitining 10 avgustdagi xabarda aytilishicha, Atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat qaramog'idagi 24 idora va organ maxsus qaror elib, 14-5 yillik plan mezgildan boshqa joylarga ko'chirish xizmatini yangi utuqlarga ega qilishni o'tirib qo'ygan. Hamda bu qurilishning Atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatining umumiy yetakchiligida har qaysi nahiya va shaharlarda ijro qilinadiganligi. Atalmış Janubiy Şinjandagi 4 viloyatning Namrat rayonlarida 10 viloyat va shahar 56 nahiya va rayon tavasidagi 333 nuqtada ishga oshirildi deyilgan. Bo'libmi aholini ko'chirishning ularni ishga o'rlashtirish, rayonlarga ayirib boshqarishni kuchaytirish, jamiyatga singishni tezlatishda bakma unumli ekanligini ta'kidlashi, yana kelib asli uy makonlaridan ko'chirilgan bu kishilarning atalmış yangi xizmatga o'rilish uchun zo'r ko'lamda qayta tarbiyalashga qatnashadiganligi har sohaning jiddiy diqqatini qo'zg'agan. Tangirtaq to'rining 31 maydagi xabarda aytilishicha, Atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik islohot va taraqqiyot komiteti har qaysi atalmış konu mahallalarning vayron holati va ommaning turmushiga qolaysizlik olib kelganligini bahona qilib, bu xil konu rayonlar va mahallalarni chiqish suratini burunqidan necha hasiz surati tamomlashni qaror qilgan. Xabarda aytilishicha, bu qurilishda 2021 yilning o'zida 230 ming yurishdan ortiq konu uylar chiqildi ekan. Xitoy hukumati buningga 2,8 milliard so'm, taxminan 440 million Amerika dollari ajratgan bo'lib, atalmış har millat xalqiga baxt yortishdagi bir zo'r qadam deb tashviq qilgan. Xitoy hukumati 2017 yildan buyon necha millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamash, yoshlarni turkumlab Xitoy o'lkalariga o'tkazish bilan bir vaqtda, ya'ni Sharq Turkistonning shahar muhitini go'zallashtirish nomidagi atalmış kon uylarni chiqish harakatini boshlab, Urumchida asosliq Tangritog, Soybog, Shimigo qatorliq Uyg'urlar bir qadar markazlik o'ltiraqlashgan rayonlarda olib berilgan. Xitoy hukumati bunday qurilishlarni atalmış o'ltiraq rayonlarni yangilash, aholilarni yangi uylarga ko'chirib, qiyinchilikni hal qilish deb tashviq qilgan. Shuning bilan bir vaqtda har qaysi shaharlarning ul aslahalariga zo'r mablag' silib, Xitoy o'lkalaridan ko'chmanlarni turkumlab yo'tkab chiqishga boshlagan. Chet ellarda Sharq Turkistonning siyosiy va ijtimoiy vaziyatini tadqiq qilayotgan kuzatuvchilar bo'lsa, Xitoy hukumatining konu uylarni yangilash nomidagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan mahallalarni chiqish harakatlarini aslida Uyg'urlarning qadimiy o'rtoqlashish odatlarini buzish, to'plashib yashashini cheklash, zaman bilan kimlik orasidagi munosabatni uzish va shundaqla mutlaq kontrollikni ishga oshirishni maqsad qilgan deb tushuntirib, buning Xitoy hukumati o'tgan 70 yil mobaynida izchil davom qilib kelgan Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish hamda Xitoylarga singdirib etish o'rinishining bir turlik muhim chorasi ekanligini ko'rsatgan. Xitoy Zhengchunxong kontrolligidagi Janubiy Xitoy atganlik pochta gazeti 9 avgust dushanba kuni Xitoy Kompartiyasining ishga urush to'g'risidagi xabarni qasddan e'lon qilib, Xi Jinpingning harbiy va diplomatik vaziyatini oshkorlagan. Tahlilchilar Xitoy Kompartiyasining ichidagi ziddiyat qalaymiqanchiligining og'ir ekanligini, Xi Jinpingning qiyin masalalarga duch kelganligini bildirgan. Hong Kongning Janubiy Xitoy atganlik pochta gazeti Xitoy Kompartiyasining ishki ahvoldan xabardor kishilarning so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasi Tashqi ishlar ministrligi va Davlat mudofaa ministrligi xalqaro munosabatlarni bartaraf qilish masalasida ishki to'qinish bo'lgan. Bir tarafdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligining xalqaro jamiyat sahnasida ko'rsatgan maligisidan o'g'ir kuchlik ifodasi demokratik davlatlarni g'azablantirgan bo'lsa, yana bir tarafdan haqiqiy urush girdobiga kelganda Xitoy Kompartiya armiyasi davlat halqagan birlashma harbiy kuchlarga qarshi urush qatnashishni rad qilgan. Bu kishining oshkorlashicha, Tashqi ishlar ministrligi bilan Davlat mudofaa ministrligi o'rtasidagi talash tortish Xi Jinpingga yetkazilgan bo'lib, harbiy taraf Xi Jinpingga Tashqi ishlar ministrligining urush bo'ri diplomatiyasidan ansiraydiganligini ta'kidlab, mas'uliyatsizlik qilganlik uchun behuda badal to'lamaydiganligini bildirgan. Obzorchilar agar bu xabar rost bo'lsa, Jiang Zemin bilan Zhengchunxong tarafdorlarining Xitoy Kompartiyasining ishki urushi va Xi Jinpingning ajallik maxfiyatlarini sirtqi dunyoga oshkorlaganligiga barobar ekanligini, butun dunyo Xi Jinpingning haqiqiy andisining ozodlik armiyaning urush qilishni rad qilish ekanligini eskartgan.
Xitoy Kompartiyasining Litva Cumhuriyeti turishliq bosh elchisini qaytarib olish harakatiga qarshi Litva Cumhuriyeti 10 avgust seshanba kuni Tayvan bilan davomli diplomatik munosabat aloqaligini bildirgan. Balkan yarim orolidagi 3 millionlik nüfusga ega Litva Cumhuriyeti bu yilning mart oyida Xitoyning besimlariga parvo qilmay, Xitoy tarafidan Yevropani parchalash maqsadida qurib chiqilgan ittifoqdan chekinib chiqib, ham Xitoyni ham Yevropani hayron qoldirgan edi. Bu davlat yana Xitoyning qattiq qarshi chiqishiga qaramay, bu yil 19-mayda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish siyosatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan. Bu qitim Tayvanning Litvada Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishiga ijozat bergan. Natijada Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabati zo'r darajada buzilgan. Litva o'tgan oyda bu yilning kuz fasligacha Tayvanda vakolatxona quradiganligini va Tayvan bilan har turli savdo hamkorliklarini rasmiy boshlaydiganligini jakarlagan. 10 avgust kuni Xitoy Kompartiyasi bayonot e'lon qilib, o'zining Litvada turishliq bosh elchisini qaytaradiganligini, shuning bilan bir vaqtda Litvaning Xitoydagi bosh elchisini qaytarib olishni talab qilib, diplomatik munosabatni uzish bilan bevosita tahdid solgan. Tayvanning Litvada Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishidan ilgari Xitoy taraf Litva hukumat doiralari bilan qayta suhbat etgan. Hamda buning ikki davlatning manfaatiga ziyonli ekanligini takror eskartgan. Halbuki Litva Xitoyning tahdidlariga pisand qilmagan. Tayvanning poytaxt Riga shahrida Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishiga ijozat bergan. Buning bilan Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatini kirsiz qilib turishga jur'at qila olgan tunji Yevropa davlati bo'lib qolgan. Yevropa ittifoqi bayonotchisi yana Xitoy Kompartiyasining harakatiga afsuslanib, Tayvanda ish o'rni ochish yoki Tayvanning ish o'rni ochishiga yo'l qo'yish bir Xitoy prinsipiga xiloflik emasligini, Xitoy Kompartiyasini Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan adovatning butkul Yevropa Xitoy munosabatiga ta'sir ko'rsatadiganligidan ogohlantirgan. Uyg'ur ayollari rahlatlarning rangi, turi bo'yicha ratlab, ishlamoqchi bo'lgan buyumning alohidaligi va ehtiyojini nazarda tutib, porishlarni kesib, shaklga keltirib turmush buyumlarini tikadi. Ular tovandikilardan iborat. Birinchi, taki. Taki kundalik turmushda kam bo'lsa bo'lmaydigan, yotganda badan bilan bosh, badan bilan bo'yinning ma'lum takishiligiga to'g'rilab, uxlashdan boshqa qo'ydigan turmush buyumi bo'lib, yumaloq 60 sm uzunlik tikiladi. Takining ko'rkamligini oshirishda porish latalarni 3 burjak qilib kesib olib, quroq takiga tik to'rt bo'long va long shaklda naqish va gullar chiqariladi. Takining astri koni yangi sur latalardan tikiladi. Takining ichiga yung va samon selindi. Samonning odam terisini g'idiqlash orqali qon aylanishini tezlatishdek rolni kuchaytirishga yordam bo'ladi. Ikkinchi, talla. Bu yezi qishloqlardagi bolalar kitob material o'qish qurollarini soladigan, cho'nglar talla shakllik xaltalarga non to'qash qatorliqlarni soladigan turmush quroli bo'lib, ehtiyojga asosan cho'ng kichik tikiladi. Tallaning astri yangi sur latalardan qilindi. Sirtin porishlardan ishlanadigan bo'g'ishqa, porish latalar o'xshashla tik to'rt bo'long, lonqa, gul qatorliq shakllarga keltirilib, qorab, ulash orqali ma'lum o'lchamda chiqarildi. Uchinchi, zadivol. Zadivol Uyg'ur ayollarining eng ko'ngil biladigan va har xil naqshlarni tanlab, qorab tikadigan buyumi bo'lib, kengligi 120 sm, uzunligi ehtiyoj bo'yicha bo'ladi. Zadivolga porishlardan kakku qatorliq uchar qo'sh, lonqa, gul qatorliqlarning shakli chiqarilib, uningga 3 bo'long shakldagi rangdor porishlar bilan naqsh chiqarildi. To'rtinchi, ko'rpa teshi. Bu asosan zadivolning shakliga o'xshab ketadi. Ammo ko'rpa teshining kengligi 1.3 metr atrofida, uzunligi bo'lsa 2 metr atrofida bo'ladi. Naqshlar ko'pincha tik to'rt bo'long, kvadrat shaklda bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishkish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.